Kimsiz? Sizlar qayerda? Ha, nima biroz menga qishloq borimi? Shu topdi bu qiz mening bu yerda ichim siqilib ketdi. Do'stlarim meni saqlayotdi. Meni bu yerga ishga ketganim mana demamsizlar. Men ketdim. Shundoq. Bu qiz mening qizim. To'g'ri, mening qizim. Men ketdim. Xo'sh. Sofiya, hozir opangizning vasiyatnomasini bu yerda o'qiymiz. Menimcha Sofiya, sizmi opangizning eng oxirgi tilaklarini biz bilan birga o'ltirib olishimiz kerak. Qani, o'ltiring. Opam debdi. O vasiyatnomada sizni dadangiz bilan birga yashashingizni debdi. Dadam bilanmi? Ha, shundoq. Dadangiz bilan. Bu odam mening dadammi? Opangizning vasiyatnomasiga qaraganda shundoq. Merhaba kızım. Kaysan kımırlaşma! Emmam ayağında cim yetiş! Kolağını beşten uçtu gelir! Cim yap! Kaysan medırlasan hiç taşlayımız! Seni cim yap da oturma! Hey! Cim yap! Tez fındık atın Allah! Çapsam Allah! Cim yet Allah! Cim! Hiç kaysana kımırdım Allah! Sonunda çakara kaçın Allah tez! Mahful Aka! Tez bulunla, vaktimiz kalmadı. Çapsam bulunla, çapsam. Cim yetiş. Kımırlaşma. Cim yat. Tez bulunla, tez. Çapsam bulunla. Kımırlaşma. O çıkır yapamızda. Benimle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Benimle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim, hiç kimse duymamış.
unutmamış. Korkular durup taşınca komşular da anlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes dan altında gözü sesler altında. Mirzani, Kur'an'ını tashlab teslim bo'linglar. Biz qochdi. Diqqat qilinglar, ular o'q chiqarib o'xshaydi. O'zinglarni sondiganlar tez. Meni qo'rda. Kur'an'ı taşla! Taşsın bu! Ali! Kaçma, teslim ol! To'xta! Taslim bo'l! Ali! Teslim bo'l, Ali! Bunaqama ko'p charchab ketdim. Xo'sh bo'lay, men qizim yo'qsan qirg'izma, Ali! Endi yo'l qolmadi. Teslim bo'l. Eren çatak yoktu. Bende çatak yok.
dönemimdeyim. Hiç kimse duymamış, sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes ben altında, prodüksiyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de, herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Dönüp kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerefsizlerle uğraşıp şaşırmışlar laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niye ister nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik bende bu kadar, iyi bir mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Nima bo'ldi aka? Kunduzga qo'limizni sepli kirsak, bank bo'layolmaymiz. Hozir Adanalikmi Istanbulda. U bizga oldirmaydi. Texmi inchki plan tuzishimiz kerak. Mayli, sen bilsan aka. Endi nega boramiz? Do'kongami? Yo'q, satrashxonaga. Planni satrashxon tizimdoq. Yo'q, chashlashtimiz. To'g'ri. Bugun akşam sen yeng mashg'ul bilan tamoq borsan, shundaqmi? Kechir. Ya nima qilyapsizlar? Boshqa yerga qo'yinglar. Ketinglar. Yenglar. Bu yerdan tez ketinglar, tez. Balalar, tez ketinglar, tez. Edi, neymiş? Sen rastla bu akşam onu ola kechki tamoq chiqmoqchi, shundaqmi? Ya Allah Darya, hozir mushkatlarni deydigan chaqmi? Ishlar qandaqroq Ali? Ishlar bir xil Salih aka. Iqtisodiy krizis kasbi besiqdi. Xalq mashinasini oyda bir qitim yug'izyotidu. Yanılı sizlar yaxshi bolalarım. Çatya chiqib ketgan pul tejalsin deb odamlar chaç soqollarini uzartishga boshladi. Oyda bir keladiganlar, yilda bir keladigan bo'lib ketdi. Endi hamma odam boris manchuni do'raydigan bo'lsa, buning hayron qolg'ishligi yo'q. To'g'ri ketdimi? Qo'llaring baq qo'polkan. Ma'qul aka. Avaylab ketdin, ha? Choyni qanday qilamiz? Ozroq tuzab surib qo'yaylik Salih aka. Akşamlıqa muhimishingga o'xshamoq. İşlerini qilavergin Salih aka. Ma'qul. Sening oldingda kimning ekanligini bilamsan o'g'lim. Eliqi Adanalik İstanbulga yana ketdi. Jinoyat guruhlari bilan tutishilgan. Oyqimning to'psidan keldim sening qishning Salih aka dedi. Tazı cho'tgilak burt qo'yibdi. Talvi narsida endi qarsam talvilikni uchirib chiqqandek qiladi. Sizlar ko'rishdinglarmi Ali? Ha? U do'konga keldimi? Yo'q dedi. Bormidi. Ishlar oldirash o'xshaydi. Bugun yo e'tiborda qachon? Aras tilab balliq do'stlarni emasmi?
Edin, eğer bu adamla senin saçlarını bilip kalsın. Bo'ldi, qil xushib qalay. Hozir ko'z oldimizga vaziyatni o'ylashaylik. Kishilik odamlar qancha qurol bormi yo'qmi deb buni bilmaymiz. Maqul. Cayanı Cimyat, Rısakçı, kulağını güder. Cayanı Cimyat, Kulağını götürün. Cimyat. Cimyat, kulağını Cayanı götürün. Cimyat, Cim dur. Sizlar ko'chaga chiqinglar. Ular shu yerdan tushmasin. Ma'qul. Boshqani tutib chiqinglar. Men tutib chiqay. Adını koy. Koy deyinəm. Vurma. Nemiz koy. Ora, Metsaros, empanize se brostamo čemu le zato iz opasno? Ma pulsno to sa ronja. Pulsno. Nimalaydi bu? O sizdan necha yildan beri ne diyorsun deb so'rayotdi. Undaq degan bilan men qizning ekanligini endi bildim-da. Hı? Lei postora ma fenio tehnia kor. Andana gatele pes. Dimmiteramu. O tanita legios. Tavle pesoteiz kor. Seni nimalaydi bu? Apis hamildar vaqtda tashlab ketib ekansiz. Shu gapni deyotdi. Kim men? Men tashlab ketibman, ha? Shundaqmi? Qara. Bu to'g'ri emas. Bu voy bolalar tirikchilik so'zlar. Men opangni tashlamadim, opang meni tashladi. Men har vaqt opangni yaxshi ko'rdim. To'g'ri 17 yil uni tepishga tirishdim. Xatlar yozdim. Telefon qildim, lekin bir qatim ulardan javob bo'lmadi. Amildar ekanligini mendan maxfiy tutibdi. U shuncha yillardan beri bir qizimning borlig'ini mendan yoshiribdi. Ochiqni kelish kerak bo'lgan odam men emas, opam. Sen nima deb mendan ranjitding? Opangni ranjitishing kerak. Opangdan. Tarjim qiling. Qur'on tashla. Tashlama. Yiqilishma. Yiqilasan. Bu yo'lni bilma. Yak sakayman. Men tortishga ketasam yo'q. Men hech nimani qo'ymayman. Hozir bu ayolni bilib sakrayman. Yiqilishma. Sening ansiraydigan hech narsang bo'lmaganini bilan, bu ayolning ansiraydigan nurg'un narsalar bo'lishi mumkin. Uni qo'yver. Mening kichkina bolam bor. Meni qo'yver. Mendan nima talab qilmoqchisan? Sana yolvoray. Avval u ayolni qo'yver. Andin uchamsan, qachamsan, o'zing olishga. Tez bo'l. Uni qo'yver.
Yakınlaşma. Yakınlaşma deyman. Üzüngni besib al. Üzüngni besib al. Sana yalvaray, meni qo'yib git, sana nima lozim? Meni qo'yib. U ayolni qo'yib, meni go'raga al. Uni qo'yib tez bo'l. Uning o'rniga meni go'raga al. Qara, men seni tunilgan saqchi. Meni go'raga olsang, nima qilgan kasbini qila olaysan? Uni qo'yib. Tez bo'l. Ben teslim buldum. Endi bu ayolni qo'yib et. Opamni haqiqatan yaxshi ko'rgan bo'lsam, nima qilsam qilib uni topa olaysam? Sen onun sevgisini nihayet asıl vazgeçsin. Dostum, sen pek asıl vazgeçsin. Bunun demekçi bo'lg'ini, agar uning apsini haqiqiy yaxshi ko'rgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Tushundim. Yakınlaşma deyman. Ma'qul, chekin ola. Tez orqaga chekin ola. Chekin ola deyman. Meni qo'ying. Tez bo'l. Tezroq qaror chiqar. Qancha tez qaror chiqarsang, shuncha yaxshi qilgan bo'lasan. Yana ikkilansang, marganlar seni etib tashlaydi. Niki marganga u. U yoq ko'rinmaydi bu. Buncha xotirjam bo'lib ketma. Bu ularning alayidligi. Ular mikroga yerda turib, o'q chiqaradi. Darhol qaror chiqar. Tezroq bo'l. Uningga cheqilma. Yaxshi deganimdek qil. U ayolni qo'yib et. Qanday qilamiz? O'xshamsa yoki qaror chiqaramsan? Orqangga buril. Asta yeni urchat. Asta. Avval u ayolni qo'yib et. Sen yıkılıyorsun. Endi sakrab baqaqini. Sakraman. Yine batımım dikkat. Tepkini düşürtme yine. Biz baqaqini ko'rib baqay. Esingda bo'lsin, 55 kilogramlik jasad bilan belni qochsan. Texi 3-qavatga bormaslar tushib ketsa. Yoki bo'lmasa, kam biri sakraydi. Men bu hayotdan jiq to'ydim. Taktik qildim. Bu hayot emas, balki bir azob. Bir saqchilik maoshim bilan kun olmayotini. Yana texi uy ijarasi to'layman. Suv puli to'layman, tok puli to'layman. Yana texi telefonim ayrim degini. Agar sen mening o'rnimda bo'lgan bo'lsang, allaqani sakrab olgan bo'lardi. Men sana rahmat desam bo'ladi. Men bilan birga sakraydiganga otam chiqibdi. Qani sakramamdi. Yana texi sevginimni meni tashlab etdi degini. Hozir kallam baq qalaymi qal. Amsa sakraylik. Berishga 3 defa sakraymiz. So'raymi sen? Bir. Yumshiqlayapsan. 2. Yumshiqlayapsan dema. Yumshiqlayapsan. Men yuqlaylaysan. Onu tapanca tashlab etdim mana.
Bo'ldi. Taslim bo'lay. Qarang xuddi. O'ylashtirib gap qil. Oldingdagi bir saqchi, qara xotin emas. Sen çoğun bulup atqanda, yeningdi bolamaganim üçün seni şundaq. Nima? Seni dadısız qo'yganligim üçün. Nima? Seni davatıman. Çoğun boğucu, 17 yıldan beri, Men tushunmadim. Endi qara, men senden kechirim so'rayman. Sana dada olanmaganim üçün senden kechirim so'rayman. Bo'ldi. O'zingni upuratma. Men turkcha parolsa olayman. Bu gerekçiligem bək dərsdir. Eyni vaxtda Gresiyada turğan vaxtında gerekçinin ait yaxşı söz etdim. Fakat adam sözlü tuturum qaçqa unutup qalıdı ekan. Men sözlü tutursam bu oğudik. Sen bu qaysi til sözüdün? Jani bir digine. Shu vaqtimda yerim turk, yerim rumliq bir baquvchim bor edi. Turkchani u menga o'rgatgan. Keyin onamga turkcha dars kitoblarni olg'izdi. Oxiri bir kuni turk odamga uchrab qoladiganimni bilish kerak. Birdam saqlaysan İsmail. Ben tefe çeçimni yastık bulamın. Men çaç yasatmayman. Yüzümni arama alır adamın. Senin bu äptinge qaraganda yana bir qancha yil arama aldırışın kerak. Shu chaqda asli keladi. Qarsam, senin tilingga uzarab qapti. Buning bir qancha santimetr kesilish kerak qildi. Yavaş bol. Şunu elime tayli, bir yerimizge patmasın yani. Nemi qilmoq istan İsmail? Odamda kep qil. Mirzalining ajali to'shib qapti deb ağladım. Buni anglab ko'nglim bir yerim bo'ldi. Azroq bir narsa elib, o'tmish bo'lib qolsin deb bilaga keldi. Akıllı olmazsın benim işlerimde tutukasam olacağım bozsam. Tilini keysem adamın Mirzali. Anladın mı? Mening sening pichoq tufaklarың bilan ishim yo'q. To'la kayfimni uçurma. Bir gün yetip kelib qoldik. Mashina yuvish o'rnining bir tarafini ochiq mashina to'qitish maydoni qilamiz. Bir günden kaldırmak o viskana derhal elbet. Hem adam senin başını tokuş meydanına başınızdan toktarsın. Lekin bizden boş kalsın. Şerefçi. Adalı ol ama. O yerdeki maşını tokuş meydanına kim karaydı o? Demek yengimiz bilen oynaşkallarının neyse bilen oynayışımız sakın. Apanlar çiçeğin oyalıydı. Esiz süpet bir ayaldaydı. Bir çigiri kızı da. Qanaqtımız qantanla? Hazırki Türkiye bilen Gresiya'nın çigiri kızı olur. Birlikte vazife ötekti. Etkes bilen toğlava atqanda birbirimize aşık oluştuk. Birbirimizni yaxshi ko'rishib qoldik. Yani siz mi saxchimi? Yemiş o iştemi?
Bu nima degani? Saxsining qizi bo'lg'achqa har vaqt opamni yo'qotib qo'yishning qo'rqinchisi bilan yashadim. Axir qo'rqinim beshimga keldi. Qari guruh opamni o'ldirdi. Endi naqdadani topqinimdan o'sha qo'rqinch tuyg'usini yangi boshdan his qilishga majbur bo'ldim. Qo'rqma, meni hech narsa qilmaydi. Opam shunday aytdi. Yürü, bir yere oturayım bir narsa yeyeyim. Av yakta verip tabakaya geleyim. Yürü. Beni görmez. Ali. Sen mi bor koyup al? Oğlu balığı borot belki yarışır. Hatırap kalsın Salih aka. Aka, biz hech qachon mag'lubiyatchi bo'lmaylik. Qo'limiz qizib turganda ularning quyrug'ini kesaylik. Bo'lmaydi. Banka bulashdan ilgari bir ish chiqarsak bo'lmaydi. Texmi ig'ir besiq muomalada bo'lishimiz kerak. Adanalikqa yo'chiq qoldirib qo'ysak, u beshimizga minib oladi. Unda qanaqa qilamiz aka? Beveskine ele yutimiz. Vay. Aldın kırap mı? Kesme. Polisi. Vay. Sen niman saranglik qilasan? O odam rostga sakragan bo'lsa qanday qilardi? Unda qilmaydi. Nim bo'ldi? Nima qaçsan? Hamiya muxbirlar bilan to'shib ketibdi. Yilqi o'lgur Alimini ko'rib qolmasin deyman. Bu qilvatgan ayt xatarlik bilamsan. Agar u odam haqiqiy bir nochor odam bo'lib qolsa, u chaqda qanday qilasan? Daryo, biz degan soqchi. Bizning ishimiz intayin xatarlik. Sen hozir topanchini undaqdir bundaqdir deb buyruq tushiralamsan. Albatta deyamaysan-da. O'lgur Alining guruhi yillardan beri Istanbulni suyib piyaz aylantirib qo'yadi. Hech kim u odamlarning jinoyatini isbotlayolmadi. Hech kim bu maxfiy boyliqlarning izini topolmadi. Aslida menga hech kim ishonmadi. Bir mashina yuvish o'rnining jinoyat guruhi bo'lish mumkinmi deydi. Ammo men ishonaman. Men uni o'zimga shunday bir oshiq qilamanki, u men uchun har qanday ishni qilishga yanmaydi. Men uni xazinasi bilan birga qo'lga olaman. Adonalik qanday bo'ladi? Bu vazifani uning bilan birga o'tamsizlar? Albatta unda emas. Men necha vaqtdan beri u Ali degan ablahni o'zim yolg'iz ko'rsatyapman. Adonalik yoki boshqa bir asno bu ishga qatnashgan bo'lishni hargiz xohlamayman. Lekin adonalikni tatilmaydigan talabini o'zi deydi. Yo'q, men uni o'zi odam qilaman. Shana qaytamsan? Yo'q, men hozir sud saroyiga boraman. Esil bir qor kiyim setib olaman. Ondan kirimxonaga boraman. Kashta chiroyliroq bo'lmasam bo'lmas. Amsi men tuvan tarafdan qachay. Ma'qul, ularni men gap tutay. Keyin ko'rishaylik. Yuqorida, nomussizlar. Seni yegan, sandviç ekan. Qo'sqimdi. Rahmat. Ma'qul, o'zing ber. Buni qo'yib qo'ydim. Xolisang yeysan.
Ondan ben alsam bulamdı. Ne miydi? Ondan. Temlik mi gel? Edi. Bek çırayık bop git. Ali bilen körşüzüğünümni Nevzat mudirge sen diýdiňmi? Ýok. Näh kiyimlerimni kiyip gırım kılıp taýýar bolganda o maňa telefon kıldy. Kiyimlerimni almaştyrışgym pörsät bolmady. Ýok, men demedim. Men o biýerge tehir heli geldim. Ya Allah, kallamna agyrdygyň şifa okşaýdy. Nemi gaýslar? Pek açık miken? Ya kızım Adanalı. Bir günün çıkatı beğenmem bulandı. Hiç kızı yok. O ne demedim? Közüňiz agyrwatanda deymen. Ya sen bir aram kılawadydy. Birak birden bir ýaşap kalyman. Sizni urganym üçin kechirim soraýman. Hiç kızı yok. Kanda kılatdyk. Lekin bunda kılıçky men hakly edim. Kara bunu. Bunun degil kandak bolady? Ya nasıl olacak? Ben seninle birlikte mi yaşayacağım yani? Neyse. Ben cevabımı aldım. Ondak planım yok diye asli. Men muşundak yursam yaxşı. Bundan keyin nim bolışını ben de bilmeymen. Bu iş men üçün bir tuyuksuz boldy. Kandak kılıçny oýlagyrek fırsatym bolmady. Toğru deysiz. Sizin hazır tamamen başka bir hayatyňyz bar. Belkim bir ailemiz, başka balalarınız bardy. Men emdi tuyuksuz oturgyp çykyp sizge awartlyk tetip berişini halamayman. Menin ne bir ailem, ne başka ballarım yok. Ben başında tenha bir adamım. Zaten öýlenmediňiz mi? Yok, Başka balalarınız mı yok? yok, bolmady. Men nim beley. Belkim atamdan keyin könüp kalgansız. Man qara kızım, turup da näşdirňiz sanjyp barsan. Ahir ketdim sana dey. Men apaňy taşlyp etmedim. Apaňy hamyldar ekenligini men pekat bilmedim. Siz hazır nime özgürüş bolady? Hadi meni hazır halamaganaňyzdek. Uçadymı halamasaňyz ehtimalına haýdy ýetsin. Hem men aslydymı muşundak ýürsem ýaxşy. Şunça ýylda siz ýaşapdymy? Yana çigi alayım. Hazır birden bir mesele şu. Qara, menin hayatımni asasan hayat digili bolmaydy. Men 24 saat işleymen. Heptinin 7 güni. Yani men özümgüm test qarap atqanda sen de kiçik bir kızın mesuliyetini kandak götüreleymen. Öýüňiz ketiýereň. Çatak yok. Men muşunu halayım. Kızım, sen bu yer için oldun. Bu yerde mektubun, dostlarım, hemen esen var. Qaramakka bir yerde qağıran tuzukta kalam dönüme. Elbette canım. Bu İstanbul'da benim neme işim var? Ben bir fırsat tapsam da pat seni yoklap durman. Seni taşrif etmeymen. Könüňiz halana kalam. Üstüme arasma. Ben mektep yetiştim. Bugün imtihanım var idi. Ben seni apırıp koyayım, doktor. Yok, ben otobüste var hemen. Yok. Ben seni özüm apırıp koyayım, doktor. Ben hazırla.
Bo'ldi. Ya Rabbim, ming tövbeler olsun. Biz bu üyüskin neymiş kaçtık? Hem de neymiş küçülü ödemiz, hiç düşenmedi. Ali akamning bir muncha bechoralarning yozliq kinoxonasini mashina to'xtash maydonining kavramiga aylantirganligi uchun Ismoil bilan ozorishib qolganligini faraz qildim. Shu sababdan bu mashina to'xtash maydonidan voz kechdimikin deyman. Ey Bonjoq, sen kavaram deyishni qayerdan o'rganding, ha? Oy. Ha, sizlarga desam, men tunugundan boshlab haqiqiy muhabbatlashdim. Muborak olsun. Shundaqmi? Allah meni kechirsin. Oliy maktabga bordim. U yerdan o'rgandim bu gaplarni. Ya'ni kavram, format degan gaplarni. Sizlarga tavsiya qilaman. Haqiqiy muhabbatlashish degan Voy voy, qara buning bizga muallimlik qilib ketganini. Merhaba yigitlar. Tinchlikmi? Yaxshimisiz Aysemgul? Xizmat izlagan yerdan kelishdim. Shundaqmi? Qandaq bo'ldi? Bilmadim. Menimcha ancha o'ngishli bo'lmadi. Tek o'qish bitirmadim emasmi? Shu meni asonlikcha qabul qilmaydi ekan. Sizni ishga olmagan shirkat, vayron bo'lishga boshlagan shirkat to'yaqsan. Aldinib qolmoqchimi? Ma'qul. Rost gapni qilsam, asli mening sizlar bilan birga xizmat qilgim bor Siz edi. bilanmi? Biz bilan bu yerda mashina yurmoqchimi? Ha, men bo'pti. Yuyamasmanmi? Ya bo'pti. Yo'q, jinim, yiya olaysiz. Lekin nima zaruriyati bor? Siz shuncha yil universitetda o'qigan tursiz. Rostini desam, sizlar ishlayotganda bak havas qilib qolaman. Shunda xushal ko'rinisizlar. Balkim asr qasd qilayotgandiman. Men sizlarning guruhlarning bir parchasi bo'lib qolgim bor edi. İnşallah elbette. İnşallah. Qarshi olamiz. Haras, akam ishchidimi? Ha işte. Albatta billah. Ma'qul, keyin ko'rishaylik. Hoş emsa. Xo'sh. Eri akamdan sanırsa köz taşlap yürüysen. Tutuqlarını biçip o'rnini almak süretmesi o yana. Nerede ko'z tashlab yuribman? Aysemgul degancha, mening singlimni o'rnida. Shundoq. Bizmi qo'sh kezak mana, ha? Shundaqmi? Mana sen. Arqishik, bu yerdimi? Ha aka. Lekin u yerdan kiramaymiz. Kirish chiqish barmoq shifr bilan boshqarildi. Bek murakkab. Qulay bo'lsin aka. Ahvoling qandayroq? Yaxshi akajon. Aka, vaqtdan tashlayib o'tay. Aka, men sendan bir savol so'raydigan edim. So'ravi. Umarni nima qilding? Umar? Yilqi mening burun yurgan Bundan keyin singlimga yiqilishadigan bo'lsam, yoki uning ismini tilingga oladigan bo'lsam, seni o'ldirib o'taman. Uqdingmi? Yo'q. Ya Allah, u tunagundan beri maktabda meni nadiri ko'rsalar, jinni ko'rganda qechib yuradi. Bu yoqqa o'ltir. Banqara, qiz do'stga qo'l ko'targanlarni odam degili bo'lmaydi. Uningdan qutuldim deb yo'lingga mengayrak. Agar u seni yana og'ir qiladigan bo'lsa, menga degin. Uqdingmi? Ma'qul aka. Ha? Ağzın qara, ağzınğa. İşini aç. Kechiring, bosh komisarim. Marhamat. Go'zal qizgan, bosh komisarim. U degan mening qizim. Yo'q, bosh komisarim, aslida men shunday demoqchi edim. Men qarindoshlik ma'nosida Agar men seni to'xtatmaydigan bo'lsam, sening bu jo'ylishing atiga to'xtamaydigan o'xshaydi. Shuni jo'ylamay ishni aç.
Şu açlıqarlıq senin aklını həkəmdi zaten. Merhamet. Çaqqan bol. Aydırım baramda baş komiserim. Yani məktəb qapırmaz. Sonra gəp Ha, maqul. Seni hayda çaqqan bol ötmeye qaq. Çaqqa. Baş biri. Merhaba. Ben Engin. Dadanızın yakın yardımcısı. Memnun buldum. Boğandı bununla. Ey oğlum tezraq oğuna kızımın imtihanı var tezraq. Nemi imtihan? Nemi karın seni? Hayda. Maqul. Kiram. Meni chaqirib ekansiz mudir. Kela qizim, kela. Tinchlikmi qizim? Bugun boshqa bo'lib ketsam. Bugun kechda bir do'stimning to'yi bor edi. Shuningga tayyorlik qilayotgan edim. Men bugun oqshom Mirzali bilan tamoq chiqadiganligini anglagan edim. Kechiring mudir. Bu gapni nasidan oldingiz? Men bu vazifani maxfiy. Men 30 yildan beri bu mamlakatda saqchilik qilyapman. 20 yil bo'ldi. Jinoyat guruhlariga qarshi oxirgi 5 yildan beri bu sho'bining mudiri bo'lib keldim. Ba'zilar deydi, qushlar, jonivorlar, odamlar anglamaydigan ba'zi ovozlarni anglaydi deb. Menmi ana shundoq. Men buningdan xabarsiz qolamdim. Shundoq mudir. Maxfiy vazifaning bir parchasi sifatida bugun oqshom u odam bilan yolg'iz tamoq yeyman. Bo'pti. Lekin o'zingga qattiq diqqat qil. Mirzali yaxshi bir odam. U saqchi vaqtida mening o'quvchim edi. Nihoyat aqlli. Maktabdagi chaqda nihoyatmi hiylagar edi. Sen uni to'zoqqa tushiraman deb bo'lsa, u seni to'zoqqa tushirmasin yana. Aka, Nima? bugun nima bo'ldi sana? Kechda sirtqa tamoq yegil chiqaman. Shunga o'zimni tuzlashtirib oldim. Nima bo'pti? Kechda cho'qim. Sirtqa tamoq chiqsan, to'g'rimi? Ha. Kim bilan? Sening nima qaring? Sen cho'qim bir qiz bilan birga chiqsan, shundaqmi? Yo'q. Aka, Qahvaxonadagi do'stlar bilan chiqamiz. Shunga ozroq atir chechib oldim. Nima bo'pti? yo'q. Cho'qim bir qiz bor, shundaqmi? Bo'pti. Haqirma. Onamdan yuchiray desam. Nima qilasan, ha? Ayshigul. Nima bo'ldi? Nima vaqiraysan? Akam bugun bir qiz bilan sirtqa tamoq yegil chiqar ekan. Bu joyim. Ali, mening arslanim. Axir topdim. Demak, aqlinga, ko'nglinga loyiq bir qiz. Ishonlarni qilmoqchilar. Tamamen topdim deyamayman ona. Shundaqmikin deb qarayapman. Qara o'g'lim, qara. Inson qaramay topolmaydi. Bo'pti aka, undaqda u qiz kim? Biz tanimiq. Sizlar tanimaysizlar. Uni bo'pti. Aldirash yo'q. Yaqinda qo'llarim so'ydirgil akelasan. Shu chaqda tanishamiz. Yaqina. Bizdagi yangi tanishlik. Bu oqshom bizning tunji uchrashishimiz. Har kuni soat 9:30da tog'dek uxlab olgan bir yigit uchun bumi bir cho'ng ilgirlash. O'g'lim, nimishqa u chiroyli ko'ylak kiymeding? Qizning ko'nglini g'ash qilib qo'ysan. Qizga oq ko'ylak bo'lgan bo'lsa-chi. Shundoq, ahramni kiysan texmi yaxshatdi. Ha, to'g'ri. Texa saharda bir oq ko'ylakni yuvib olgan edim. Hozir dazmollab beray. Bo'ldi ana. Mushundaq bo'lsa-mu bo'laverdi. Vaqtim qolmadi. Tunji qadimdilar uni saqlatib qo'ymay.
Oğlum, o kız bilan nerede tanışqan Yolda tanıştık ana. Qandaq deysan? Avtobusdami yoki men dostum? Yaxshi singlim. Sen biladigan asfalt mashina yo'lida. Bir sahar ketyapsam, mashinamning oldiga chiqdi. Shuning bilan men uni so'qdim. Qarasam mashinamning oldida yotidi. Men uni yo'lab turg'izdim. Shuning bilan tanishib qoldim. Aka, o kız hozir doktorxonadami? Ha, shundoq. Doktorxonaning qahvaxonasida ko'rishimiz. O yerda bo'lmaydi o'g'lim. Texnik chiqariq birga olib borsang bo'lmandi. Chaqchaq qilib qo'ydim mana. Chaqchaq. Qizning ahvoli nihoyat yaxshi. Uni nihoyat chiroyli bir restoranga olib borman. Bak yaxshi bo'pti. Boshqa gap bo'lmasa, men mangayamsa. İşlerini qilinglar, ha? Ezber nemini unuttu. Haras, meni yana bir savolim bor. Qani so'ra. O qiz nima ish qildi ekan? To'g'ri, afirin qizimga. Men buni so'rashni unutib qolgan ekanman. O'qituvchi, boshlang'ich maktabning o'qituvchisi. Nima yaxshi. Ana, bunu tutturun. Ruxsat qilsangiz mudir, men bak kechikib qolmay. Ma'qul qizim. Bugun akşam o'zingga qattiq diqqat qil. Har ehtimol qarshi bizning yana bir xodimimiz seni sirtdan ko'zdidi. Deganingizdek bo'lsin mudir. Mang'in qizim, ishing o'ngishli bo'lsin. Rahmat mudir. Haras mudir. Sizdan bir ishni o'tinsam bo'lamdi. Yiliqi adanalı. So'zla, nima demaksan? Ya'ni, yiliqi Yavuz bosh komissarning bu vazifadan xabari bormi yo'qmi? Shuni bilib qolgan edim. Xabari yo'q. Menimcha bu ahvol mushundaq davomlashsa yaxshi bo'lardi. Ya'ni, Ali bilan adanalık bir mezgil yaxshi do'stlardan bo'lib o'tibdi ekan. Shunga uning bu ishni bilmagani yaxshi. Bu vazifa uchun. Ansirma qizim. Xizmat ishiga kelganda adanalık hatto dadasini ham tonimaydi. Yana bu vazifani yolg'iz ustim kelishni xohlayman. Bugungi kelgicha adanalık mening gapimni anglab boqmagan odam emas qizim. Men ilgari qop-qora, butir chashli bir odam edim. Kim bilan aralashib mushundaq bo'lib ketganligimni bilamsan. Adanalıkni Istanbulga alohida bir vazifa uchun chaqirdim. Bu vazifa sening uchun. Uni kontrol qila oladigan odam bor desak, u dal sen bo'lishing mumkin. Sen bu ishni bajaraligin yoki bajaranmagin, Alloh hammamizga osonlik bersin. Sofya, to'xtab tur. İmtihani qachon tugaydi? Bilmayman. Balkim 1-2 soat davomlashsa. Undaqda imtihondan keyin seni og'ina kelay xolamsan. Kechda tomoqni bellayli. Menga baribir o'zingiz bilan. Allah zehnini ochiq qilsin qizim. Endi bu 2 soat emas. Nima ish qilsa xola? Bilmayman. Nima qilishni xohlasangiz shuni qilaylik, bosh komisarim. Biz hozir so'lanlik emasmi? Shundoq bosh komisarim. Kallarni ishlatib baqara. Biz bu yerda bahmay kelsak bo'lmaydigan bir yer bor. Uning qayaligini bilamiz. Qayerda bosh komisarim? Tep baqara, tez. Tapqarat qaya. Ha? Qaya? Ha? Tap. Aferin. Oy, cheching ekan bu sening. Ey, bu shoshlaring boldir tushib ketadi-ku. Ha? Yur.
Hürmetli Aktürk, biz fidakar safçılık sütümüz bilen amanlık közümüzden karayız. Rahat Adanalık başkanıysa yalnız. Koskun açtı mı sakın? Yo'q, qo'sug'im ochmaydi boshkomisarim. Mening açtı. Meningmi ochdi boshkomisarim. Yaxshi, yaxshi, aferin aqlinga. Endi ko'zingga qarab ish qilishni bilishni boshladim. Yaxshi. Voy. Sen har kuni aytganda beshingni koliga yalatamsan nima, ha? Sapli. Yo'q. Ha, bo'ldi, ma. Yur. Ma'qul. To'xta. Xudo shukr. Tomoq deydigan yer tepildi. Elgin bu yoqqa kel. Tomoq deydigan yer tepildi. Chaqal bu. Shundaqa bu yoqqa kel. Ma'qul boshkomisarim. Chaqal. Ajab yaxshi bo'ldi. Bu yerga qizg'imish esib qo'yibdi. Merhaba. Bir minut. Boshkomisarim, nima bu? Uvaqmış. Yaxshi ko'ramsan u? Yaxshi ko'rmayman. Bizning u yerlarda bak albatta yaxshi ko'raman. Bu degan mush tursa, nima yemagidekman. Boshkomisarim. Yaxshi, o'g'lim. Azroq deb baq. Alloh rozi bo'lsin. Siz bak yaxshi odam ekansiz. Ben nemizden bular başkomisarim? Bana koy be. Ben bu yurtay tabaklar. Sen arla. Ma'qul. Sizlarga nima kerak? Bu Girik Giros degan nima? Girik Giros degan nima u? Kerak o'ris. Nima? Bizning dunyoga kavob bu. Bizning dağlık kabimiz. Üstüge azraq xurishchasa, o't qo'ysak, İskender döner oldu. Qandaqsiga Girik Giros oldu. Yo'q, turklarning emas. Gerisining bu. Gerisining. Mağa tola. Girosning tepini qilib bo'lmasa qo'limdan. Qaza chiqimiz so'ygana, yaxshi to'xtab. Başkomisarim, o'zingizni tutib oling. Men aslida bu dönerni yeyishni xohlamayman. Ziq to'q go'shti yeysiz. To'q go'shti dedingmi? Ha, qarang. Bu yerda yeziqlikka, qarang. Kız var mı sen? To'q go'shti deydigan. Ammo gap qilma. Sen Adana'nı bilemsin. Adana'nın qayerdeligini bilemsin. Adana? Adana. Nahayet güzel bir yer. Türkiye'nin cenubunda. Ceyhun bilen Seyhun'un arasındaki güzel bir vatan. İntayın güzel. Bakın, bular ne bileyim nadan şak bu. Muşundak bir yerin bilmesi ya bular. Bizden dönüldüğümüz küçük ballardan sorusu mu? Ola hemmini bilirdim. Atina, Solanik, Mikros, Rodos, közünü cumun derler. Mikonos. Şu Miko bilirsen elbette bunu. Elbette bilirsen. Qara. Bizga 2 tane
ikkidan bo'ldi ekan. Chorakdan 2 bo'ldi. Har birimizga birdan chorak bo'ldi. Bir chorak yo'q efendi. Nima? Chorak yo'qmi? Chorak bo'lsa yo'qmi bu yerda? Yoki 1 yoki 2 bo'lishi kerak. Bir chorak yo'q. Ya, tova birodar. Bu mamlakatning odamlariga qara. Olimpikda cho'ng narsani ijod qilib yo'q. Chorakning nimaligini faqat bilmaydi ekan. Ma'qul. Mana ikkini. Ma faqat boshqa ikkini keldi. Endi qoldimi? 2dan 4 ne? Bo'ldimi? Ma'qul. Rahmat. Ha. Tova bir chorak deganini bilmaydi ekansiz. Oldu mu? Oldu başkomiserim. To'xta. Bunun azroq salay. Buni başlayan tapamacan. Bana adanlardan olaydı keladi. Ben yigit. Bunun qadrini bilish kerak. Bunun da bektemlik bo'ladi. Hakikaten bek yaxshi kelsiz başkomiserim. Yaxshi. Ben ala. Yigina saqa. Ala. Ala. Ne bo'ldi? Ochiq so'ylayapman. Yoqtirmading. O'g'lim, esingni bir ishga qolmadi. Ko'zingga yosh kelyapti. Ne oldu başkomiserim? Sen bu yere birden tuttur. Hazırlık gelmez. Makul. Assalamu alaikum. Kelgandan beri izchil bizga qarab kelyapsizlar. Shunga qarindosh bo'lsak kerak deb men avval sizlarga salom berib keldim. Nereden geldin? To'liq ko'zimiz sat ko'rinmay, yo'q qila menga. Gap so'zlaringga diqqat qil. Berishni yaxshi bilaman. Aqlliroq bo'linglar. Berishdimi? Menga turk. Oy oğlum, imanda qo'pol nima seni? Hey, uyoqqa kel. Bizga turk soqchilari. Ablah. Buning adabsizligi qara. Kattug'u. Hey Ablah. Konsulliklarga xabar qil. Bizga turk soqchilari. Amma başkomiserim. Ular bek tez urvatdi ha? Bak yaxshi urdi. Bu nimaga asqotdi? Baqara. Qara kichik bolalar bizni bu yerga solab qo'ydi. Sabr qachon to'shib turadirmish tapda. Hamma ish ustimi keladigandek. Hoy abdaqlar, nomussizlar. Hey,
Sofya'nın aldığı satıladigan bo'ldi. U nima deb o'ylab qolar? Biz Әмділ deb chiqardik. Әмділ. Tehi emdi deysiz o başkomiserim. Hozir qadar bir qizimning borligini bilmaydim demak. Allah Allah. Allah 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 shundaq shundaq Allah Allah shundaq. Voy qara, bir kelyaptilar. Hey hey. Gel bu yoqqa. İşini ichib kerak. O advokatning jabdi mana. Advokat adam qaverdan chiqqan bo'lsa, mana mushundaq so'yab o'g'aydim balki. Y así de fora, este el efteri. Efteri. Ala lembro que ten hasta soso ya defteri fora. Başkomiserim nimdi de? O sizlarning solab qo'yilganliginglar degan bo'ldi. Xabar topgan hamon keldi. Sizlarni tutib, sizlardan kechirim so'raymiz dedi. Voy, sening nima qaram? Bu nima desa? Qanday? Ko'p rahmat. Dadam ikkaligingizga andirasdan ishondim. 2 soat yolg'iz qo'ysam, birdan diljidan chiqaribsiz. Menga qara. Haqiqatan chiroyli gaplarni qilyapsan. Gaplaringdan intoyini so'yindim. Ammo ba'zi gaplarni deyishimsa bo'lmaydi. Birinchi dadam qo'l ko'tarish ruxsat yo'q. Yelqidek tashlab ushqa texim bo'lmaydi. Ikkinchi, ishning tilidek uzun tilini tortishim kerak. Uchinchini keyin deyishimiz. Tamam. Koydum sevişlerimi önüme, baktım hepsi sensin. Yazdım şiirlerim her gecesi, üzüldüm tüm filmler. Hiç yanmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Şimdi senden Merhaba. vaz mı geçmeli? Merhaba. Masal olup Pek çırayla hop gitipsiz. Tunji qitim mashinangizdan asib qolmay chiqib oldim emasmi? Yaxshi qilib qo'ydim. Sizmi bek salopatlik bo'lib ketibsiz. Rahmet. Nerede tamak yeyiniz? Hazır Simek Bey. Shundaqmi? Bexatarlik kazmasını takip olamsız. Ma'qul. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Uyuqlanmışardımı? Ha, tünögün kecha adresimiz maxfiy edi. Lekin opam o'lib ketgandan keyin qani o'chirayli, kiyimimni almashtirib olay. Bo'ladi. Andin tamoq yeyli. Nayt yaxshi ko'p qildigan ashxonalarni bilaman. Qani kelinglar. Kelanglar dedi o başkomiserim. Ben şuna nemi kıldım? Yakın olmasa ben maşına indi saklap duray. Sizlerden paranla bağda belki. Kızım sen bir iş olmagandı o. Saqtirmandim mana. Ya Allah, yerigim ağzıma kaplışıp qalay dedi. Oy, neyini şok getir bir yerde. Kızım. Ana bana şikanlar turmuşta biraz rahatsız mı dağlar? Neymiş qandaq deysiz? Demek oğlum qalaymakan, tertipsiz yaşamtalar. Bu narsani herhalde men chasmidi. Emiz kim kıldı? Bilmayman. Bilmem sen.
Apam bu suratdagi odamning nihoyat yaqin bir xizmatdosh ekanligini deganti. Uning to'limi alohida bir odam ekanligini, uni bir zamonlarda nihoyat yaxshi ko'rganligini, yillar o'tsa-mu unutolmaganligini deganti. O'xshash shu tuyg'u mendan bor. Uni hamisha o'ylab turdim. Başkomisarim, qaraganda bu uyga o'g'ri kirgan o'xshaydi. Yo'q, o'g'lim yo'q. Bu o'g'rilarning ishi emas. Qara. Hamma narsalar o'zga ayli turdi. Buningda cho'qim bir ish bor. Bu ishni qilganlarning cho'qim o'zgacha maqsadi bor. Bu işler neymiş havaydı? Bilmeymi. Ulanın yemekliğini belgen bu ya. Bizning anamiz tursa. Tez git ola tez! Numarasızlar. Yerlerin numarasızlar. Allah'ım, bir gün göster. Allah'ın kuralları yok mu da öyle? Bir nefsi var idi. Bağcayla bilemsen. Ne bilemiyorum ona. Ya. Ben git yakın. Dumuna. Çakal. Pes olup bak. Çakal. Git. Ne gel. Bu taraf gel. Bırakma. Kadar küçükten karttık var kara. Andım bir yerde müdüre bağlı. Benim avazım ağlamadıca avazım çıkartın var. Çakal.
Git yıkılsın. Bu evde memlekette saz yok mudur? Sofya, beni kokla birader. Korkma kızım. Hem ütüp gitti. Oldu. Gel. Korkma. Hem ütüp gitti güzel kız. Korkma. Bana meskene gel ona. Bana endi geldi bu nomussuz saksala. Oldu. Başkomisarim, bular kimlar bo'g'iydi? Bizni zaten nima qilmoqchidi? Ular bizni bir narsa kutmaydi engenler. O nomussuzlarning jari Sofya deydi. Endi bütün planlar o'zgardi. Qara qizim. Bu ahvolda seni bir herkes yalnız tashlab qo'yamayman. Mayli sen xohla yoki xohlama, men bilan birga Istanbulga ketishing kerak. Bu yerda xatarlik. Tushundingmi? Gapimni tushundingmi qizim? Bu yerni yoqtirdingizmi? Nayeti güzel bir yerni tanlabsiz. Qiziq yeri, bu akşam bu yerda faqat ikkimiz bor ekanmiz. Bu shamlog'idek hayron qilyapman. O'tiraymi? Yo'q, turaversin. Bizga yaxshi cho'pon salati, oq panir, qo'rmalarni keltiringlar. Beliqni sal turib buyurtimiz. Bo'ldi efendim. Nima istdilar? Nima istisiz? Spirt ichimliklarni yoqtirmayman. Suv ichay. Men suv ichay. Yine de tanışmamızın şerefine bir kadeh kaldıralım bence. İyi ki sana çarpmışım. Rastlamışım yani, pardon. Sorun değil. Bir daha çarpmazsam memnun olurum ama. Bacağım hala sızlıyor çünkü biraz. Gerçekten çok özür dilerim. Bundan sonra durup dururken önüme atlayan yayalara karşı çok daha dikkatli olacağım. Bak yine başlamayalım istersen. Tamam. Hadi anlat bakalım. Kimsin sen? Bildiğin gibi kendi halinde
Sıradan bir ilkokul öğretmeniyim işte. Sıradan sıfatını çıkartıp yerine çok güzel demeliyiz bence. Teşekkür ederim. Sen kimsin peki? Yani ne işle uğraşıyorsun? Benim bir otokuaför merkezim var. Araba yıkıyorsunuz yani. Hayır canım. Otokuaförüyüz. Sadece yıkamıyoruz. Aynı zamanda iç dış bakımı da yapıyoruz. Tamam kızma. Takılıyorum sadece sana. Yalnız mı yaşıyorsun? Sayılır. Dükkanın üstünde bir tane odam var, orada kalıyorum. Annem ve kız kardeşim de yakınımda oturuyor. Sevgilin var mı peki? Yok. Senin var mı? Var. Hatta o da birazdan bize katılacak. Saçmalama. Sevgilim olsa burada seninle ne işin var ki? Ne haber koçum? Bugün burası bomboş. Kimse yok. Vay, kim varmış burada? Sofya! Eros geldi. Abo. Eros kim lan? Bilmiyorum başkomiserim. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun oğlum ya. Şşş, ne oluyor burada ya? Ne oluyor burada? He? Eros benimle vedalaşmaya gelmiş. Bu mu Eros? Evet. Hiç benzemiyor. Eros benim sevgilim. Ne sevgilisi kızım Allah aşkına? Gel şöyle. Sofya yapıyorsun haftosadra. Ne diyorsun lan biz baba kız konuşurken? Gözün üstüne bir kuru. Papağan. Allah'ın papağanı. Αυτός ο άντρας είναι ο παπάς μου. Ο πατέρας σου. Μα εσύ δεν είχες πατέρα. Ulan sen askerliğini yaptın mı lan sen? He? Τι λέει? Ne demek askerlik? Στρατός. Stratos. Ulan sen askere git seni ne yaparlar biliyor musun? Papağan. Yürü lan hadi. Gel kızım uçağa kaçıracağız yoksa. Yürü yavrum. Hadi. Θα μου Yürü. λείψεις πολύ. Hadi. Και εμένα. Oğlum bak hala el sallıyor. Ulan senin o elin var ya elin senin elin. Ulan taş yok mu lan taş? Yürü lan. Ulan yürü lan. Ulan yürü. Ulan sen. Şerefsiz papağan. Allah Allah ya. Πού πάνε αυτοί? Στην Ιστάμπουλ. Ο πατέρας της κοπέλας. Ali, ne haber? İyiyim İsmail. Vay, mum yakılmış falan. Şahane romantik ortam yapmışsınız kendinize. Haberimiz olsa biz de kemanlarımızı alır gelirdik. Değil mi çocuklar? Alttan verirdik coşkuyu. Akşam üzeri geçerken gördük. Tabelayı kaldırmışsın. Aferin. Şefik,
Şu masa boş mu koçum? Neyse. Bütün masalar boş zaten. İsteyen istediği yere oturur. Sen otur lan oraya. Ben bu gece buraya oturacağım. Kemerinizi bağlayın. Sen uçaktan korkuyor musun yoksa? Ben uçaktan. Ya neden çıkarıyorsun kızım? Ne kadar komik bir şey. Ben uçaktan niye korkayım ya? He? Evet. Uçağa bindiğimizden beri terliyorsun. Oturduğumuzdan beri bacağın titriyor. Yok kızım saçmalama ben. Ne korkacağım ben Allah'ın uçağından? Uçak benden korksun ya. Söylediğine bak hele. Allah'ım. Ne bakıyorsun lan sen? Dışarı baksana oğlum sen. Hep dışarı bakacaksın. Selanik İstanbul arası ne kadar nehir, ne kadar karayolu var indiğinde soracağım. Çakma Memoli. Ya insan evladına bu kadar eziyet edilir mi ya? Bu koca demir bu kadar şey uçar mı ya? Bak lan önüne. Dön. Bunu yan masadan gönderdiler efendim. Afiyet olsun Ali. Bol bol meyveye de performansın artsın. Bak, yanar dönerli gönderdik hem de. Sevildiğini bil yani. Ali. Lütfen. Gidelim buradan, başka yerde yeriz yemeğimizi. Kusura bakma. Önemli değil. Yalnız önce benim bir lavaboya gitmem lazım. Geleyim mi? Sen otur, ben hemen geliyorum. Tuvalet nerede? Karşısı. Mantonuzu vereyim. Hava soğuk. Vay. Ali, güzel manita yapmışsın kendine. Nereden düşürdün bunu? Bize de söylesene numarasını. Senin işin bitince biz de bir arayalım ha. Biz de bir uğrayalım yanına ya. Biz de faydalanalım. Ne oluyor lan? Allah yandım. Κυρία μου, το αεροπλάνο απογειώθηκε πριν λίγο. Η Σοφία έφυγε στην Ισταμπούλ. Η Σοφία θα είναι πιο ασφαλής, δίπλα στο παπά της. Το ελπίζω.
Αντίο πρίγκιπισσα μου. Θα μου λείψεις πολύ.